So'nggi yillarda mamlakatimizda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish, nodavlat notijorat tashkilotlarining faoliyatini qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlariga aylandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan qabul qilingan fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi asosida 2021-2025 yillarda nodavlat notijorat tashkilotlari rahbarlari uchun malaka oshirish va qayta tayyorlash kurslarini yo'lga qo'yish belgilandi. Shu maqsadda 2021 yil 5-noyabr kuni Prezident huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruv akademiyasi, O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlari milliy assotsiatsiyasi hamda nodavlat notijorat tashkilotlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi o'rtasida 3 tomonlama hamkorlik memorandumi imzolandi. Aynan shu memorandum asosida bugungi kunga qadar 750 nafar nodavlat notijorat tashkilotlari rahbarlari zamonaviy boshqaruv bilimlarini egallash imkoniyatiga ega bo'ldilar. 2021-2025 yillar davomida nodavlat notijorat tashkilotlari rahbar kadrlari uchun qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslari 11 ta bosqichda tashkil etilib, jami 2219 nafar nodavlat tashkilotlari rahbarlari tanlovda ishtirok etdi hamda maxsus nizom asosida ulardan 750 nafari saralab olindi. Yillar kesimida ko'rib o'tadigan bo'lsak, 2021-yilda 50 nafar, 2022-yilda 100 nafar, 2023-yilda 150 nafar, 2024-yilda 200 nafar va 2025-yilda 250 nafar nodavlat notijorat tashkilotlari rahbarlari o'z malakasini oshirdi. Mazkur kurslar nodavlat notijorat tashkilotlari boshqaruvi yo'nalishida olib borildi. Darslar zamonaviy, interaktiv usullarda, guruhli muhokama, case study, amaliy mashg'ulotlar va treninglar shaklida tashkil etildi. O'zini yo'nalishidagi eng professional tajribali ustozlarni qo'yilganligi meni juda ham xursand qildi. Bunda darsdan tashqari turli vazirliklar bilan davra suhbatlari, uchrashuvlari o'tkazilyapti. Bu yerda ham o'zimizga kerakli bo'ladigan barcha ma'lumotlarga ega bo'lyapmiz. Akademiyada tinglovchilar uchun barcha qulay sharoitlar yaratib berildi. Zamonaviy o'quv xonalari, texnik jihozlar, kutubxona, internet va dam olish maskanlari ular ixtiyorida bo'ldi. Mashg'ulotlar malakali professor o'qituvchilar, tajribali amaliyotchilar hamda davlat idoralari vakillari ishtirokida o'tkazildi. Tinglovchilar boshqaruv, kommunikatsiya, davlat bilan hamkorlik, korrupsiyaga qarshi kurashish, fundraising, jamoatchilik nazorati kabi muhim sohalarda yangi bilim va ko'nikmalarni oldilar. O'quv rejada ko'proq hozirgi kundagi fuqarolik jamiyat, uni mazmun mohiyati haqida va undagi nodavlat notijorat tashkilotlarining o'rni haqida mavzular o'rin oldi. Undan tashqari nodavlat notijorat tashkilotlarining faoliyatining huquqiy asoslari, undagi huquqiy boshqarish, davlat organlari bilan munosabatlar masalasi va shuningdek xalqaro tajribaga juda katta e'tibor berilmoqda. Bu o'quv rejasi asosida o'qigan rahbar xodim kelajakda o'qigan bilimlarini hayotda qo'llash uchun amaliy instrumentlarga ega bo'ladi va ularni o'z faoliyatida qo'llash usullarini o'rganib oladi. 2025-yilda esa jamoatchilik kengashlari a'zolari uchun alohida seminar o'tkazildi. O'quvlar davomida davlat idoralari rahbarlari bilan ham ochiq muloqotlar bo'lib o'tdi. Unda joylardagi muammolar, tajribalar va yangi tashabbuslar muhokama qilindi. Germaniya misolida aytadigan bo'lsak, 120 kishiga bitta jamoat tashkiloti birlashmasi to'g'ri kelarkan. Nodavlat notijorat tashkilotlari agar qancha ko'p bo'lsa va samarali faoliyat ko'rsatsa, o'sha davlatning yukini kamaytirishga, davlatni bajarayotgan funksiyalarni, ma'lum bir muammolarni hal etishda katta bir ko'makchiga aylanadi. Xalqaro tajribani analoglarini olib kelib, bu yerda o'sha rahbar kadrlar tayyorlanayotgan ekan. Bundan juda ham xursandmiz. Fursatdan foydalanib, o'sha O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlari milliy assotsiatsiyasiga va o'zi nodavlat tashkiloti bo'la turib, davlat bilan mana shunday ijtimoiy sheriklikka kirishib, nodavlat tashkilotlari rahbarlarini ham salohiyatini oshirishga e'tibor qaratganlar uchun barcha INTL rahbarlar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Kurslar faqat dars bilan cheklanib qolmadi. Tinglovchilar o'rtasida shaxmat, shashka va stol tennisi bo'yicha ham musobaqalar tashkil etildi. Kurslarni muvaffaqiyatli tamomlagan rahbarlarga Davlat siyosati va boshqaruv akademiyasi sertifikati, shuningdek, O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlari milliy assotsiatsiyasining trenerlar shtabi a'zosi sertifikati topshirildi. Shuningdek, ular bilan 2 yillik hamkorlik shartnomalari imzolandi. Bundan tashqari 650 nusxada nodavlat notijorat tashkilotlari boshqaruvi nomli o'quv amaliy qo'llanma chop etilib, tinglovchilarga tarqatildi. 750 nafar mana hozir o'quvlarni o'tkazishayotgan bo'lsa, shu bugungi kunga qadar
ushbu o'quvlarni bitirganlarning 78% hozirgi kunda mahalliy va xorijiy grantlarni sohibi bo'lib, o'z faoliyatlarini yurgizishmoqda. Aytib o'tish lozimki, O'zbekiston Respublikasida ushbu tajriba, ya'ni nodavlat tashkilotlarning vakillarini prezident huzuridagi akademiyada o'qitilishi nafaqat Markaziy Osiyoda, balkim Yevropa davlatlarida ham bunaqa tajriba hozircha yo'q. Ya'ni aytganda, O'zbekiston hozirgi kunda nafaqat zamonaviy tajribani o'rganish, balkim xorijiy davlatlarga o'z tajribasi bilan o'rtoqlashish jarayonida ishlamoqda. Nodavlat notijorat tashkilotlari rahbarlari uchun o'tkazilgan malaka oshirish kurslari bu faqat ta'lim emas, balki jamiyatimizda faol, bilimli va tashabbuskor fuqarolarni yetishtirish yo'lida tashlangan muhim qadamlardan biri bo'ldi desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi.